Seninki baxmachilik qilishing nima uchun? Qo'saqma beqish. Qo'saq beqish uchun. Uningdan boshqa kasblar ham bor, masalan, yaydaydigan, yog'och taladigan, tomchilik qiladigan degan kasblar. Nima uchun baxmachilik tanlab qolding? Ma asaraqki. Ananda asaraqmi? 50 tal kala taxminan 1 million yaraydi. Yaxshi ozroq yaraydi. Ha, yaraydi bo'ldi. Yoshamsang bo'ldi, evanmayman. Agar puling 3 millionga 5 millionga yetsa, yana baxmachilik davomlashtiramsan. Baxmachilik. Ya boshqa chiqmadi qilamsa. Uy mulk, teriqchilik, etiz, bo'lash, bino selash. Yo'q, men baxmachilik qilaman. Cho'qim baxmachilik qilsa, nima uchun? Osonkan. Asonki, hammadan baxmachilik qilish tez, jafoliq, baxmachilarning kuni yomon tez. Davlat sen nima oson deb o'ylab qolding? Ya, bu ediganda bir soat kechdi, bir soat o'tirsa, qolgan texnikaga bo'yicha baqsaq, bu bek tez emas. Agar men bir necha yilning oldidek kalyani azallab ketib ziyon tatsang, yana baqamsan? Baqamiz, chidab turadi. Beqaversa, ziyon tatib kelsang mayli. Ziyon tatmaymiz. Fahmlaymiz buni. Texnika talab qilib, texnika bo'yicha baqsaq ziyon bo'lmaydi. Sortda bunda yaxshilarni elib baqsaq ziyon bo'lmaydi. Ziyon bo'lmaydi ekan. Bozordan ochqan tashqindan olsaqchi? Ya, uni sel bo'lmaydi. Nima uchun? Foyda qilmaydi. Yemmi foyda qilmaydi chunki u o'zi nesli yaxshi bo'lmasa, yemmi foyda qilmaydi. Rasmma gap. Rasmma deydi. Burundalikqa do'yinda so'zlagan chaqda quloqning tuydi ketdi. Bozorda hammadan sotanmay qolib qolgan eng oxirgi kallarni yig'ib elib sotilgan menda bir turkum odamlar bor. Eng azam berganni 600 qo'yliq muzaylarni elibda. Demak hozir naslning muhimligini hamma baxmat bilib yetma. Kallarning nasli intayin yaxshi ekan. Qaramaning nochiligini. O ikkinchi ayda mushkalni 2 kilo pension kilometrga. Shu chaqda olgan. Baxmachilikda pul topolmay qilib, mustabiqiyversan, bozorga chiqib foyda qilmasa, mushbit qilaversan, yana qilamsan. Tirishimiz. Pul topolmay qolgansan. Topolmaydigan gap bo'lmaydi. Ishtama. Sen bir necha yilni yo'q qolib tushib ketgan chaqda ziyon tatdingmi yo pul top? Ziyon tatdiqlik yana izlashdik. Achaqda ziyon tatdiq, undan keyin foyda oldik, izlashib mangda. Baxmachilikdan chekinganlar ziyon tatgan bo'ldi. Hozir davomli qilganlarchi desa, to'liqlayapti o'rnini. Yana foyda oldi. Foyda oldi. Demak, bundan keyin qanday olib kelsan davomlashtirsa. Agar biz mablag' sep qolsak, birlik etimda sen mishadi qanchalik kal baqalaysa? 500 ni baqaman. 500 baqalamsan, 500 chiqalamsan. O chiqmadi. Sen yordam qila qani. Baqaman ona. Do'stlar, biz hozir Ma'va Qashqar Ko'ni shahridagi bir kooperativda, Ma'va bizniki Sarxilninki oldingi bosqich 2026-yili ishlangan xalqaro beqish o'lchami qo'llanilgan. Shu yemimizda mishadi 5 kalni arib beqib 44 kunda 70 kilo samiribdi. Rasma? Ras gap qildim, bo'lmajadan tillaydi. Ya ras emniyet. Meyada guvochil bormi? Bormi? Akaslar, ras ko'ldimi? Ras ko'rdik. Biz sizlik ishimiz makamni jong'anda manchi kilo, jonglab manchi kilo. Mening oldida tutsam Yaqubjon deslabda ma'ni berdi. Anisi argan yerga skor bo'lmadi demakki. Jamnibas bo'ldi debdan, bu da anisini argan 8 muzayni aribdim. Shu 8 muzayga yana bir kichik varganimiz, mana 20 kiloluk var ekan. Qanday oldi unimi? Muzay jimimida. Ay anasini imbatgan alat tuğandakligini turib fude hozir shu. Yo'g'anmidimi? Yo'q, u yo'g'inida hamda hozir kalla mana anasini argandikin jimib ketadi emas, men bir 10-15 kun ish ko'rib, mana jimiydigan kichikligini kichikligini chanmidi anasini imbatgan. Anasini imbatgan alat tuymaylam anasini arlib ketdi. Imbatgan alat tude demekçi kalam. Ama bizning gibimizda avani gibini mandan nimiz o'xshamagan ekan. Chorva degan gapni uqmagan. G'uljida chorva deb. Shu tug'digan molni chorva deydigan G'uljida. Hozir imimi deydigan gapni men tushunmadim. Ras gapni. Kazumni bilamidingiz a? Meniki bir deb qo'ydigan ekan bor. 5 kalini olib sinabdi-ku. O'xshash yerda yana bir 5 kalini. Yana ashundaq o'xshash yuzining yemi bilan ayndaq bergan vaqtida biz buni sinab o'xshash o'rin, temperaturami o'xshash, suv ichadigan holatimi o'xshash, ostininki narsa o'xshash, hammasi o'xshash bo'lgan vaqtida sinab qilib, faqat yem o'xshamaydigan qilganda biz anga sinidi deymiz buni-ku. Hatta buningki yeshim o'xshaydi, naslmi o'xshaydi. Bizning hamda ishonchlik bor. Uning nasli yo'q. Endi qanchalik texim ishonchlik bo'ladi deganda, uzanglarnikini yana bir 5 ni, ma'nimi 5 ni qilib, uzanglarniki bo'yicha burunqi vaqtida biqib, ani ma'ni bilan baqa vaqtida texmi unim ro'shan bo'ldi demoqchi mening deganim. Unda qizig'im bo'ldi. Ha.